Xudo uchun qo'yyapman bu videoni. Sizlar ham Xudo uchun bitta layklaring, bitta kommentariyalaring, bitta repost tugmasi hamda bitta istoriyalaring qizg'onmanglar. Yotoqxona ham shu yerda, hojatxona ham shu yerda, oshxona ham shu yerda, ovqatlanish ham shu yerda. Oyog'imiz osti beton. Operatsiya bo'lgan odamga bu zax o'tib ketadi. Shuncha qilganimiz bir tiyin bo'lib qolishi mumkin. Agar kartalaringda 25 ming so'm pul bo'ladigan bo'lsa, 600 kishi 25 mingdan tushiradigan bo'lsak, 15 million so'm pul bilan shu ikki xona uyimiz yashash sharoitiga kelib qolar ekan. Agar pulingiz yo'q bo'lsa, boyagi shartlarimizni bajarib qo'ying. Videomiz topga chiqsin, siz sabab birov ehson qilib qolsa ham siz ehson qilganlik savobini olaverasiz inshaalloh. Bir kunga yoki 2 kunga qo'yamiz ehson videosini. O'zlarining nomlariga plastikingiz turibdi, o'zlarini plastiklarini qo'yapsiz. Ibrohimjon Kasimov chiqadi. Shu plastiklarga pullaringni tushirsangiz bo'ladi. Xo'p, usta tog'a, shu ikkala xonamiz necha pulga remont bo'ladi? Mana ko'rdik hozir. Shu ikki xona 15 million atrofida yashash sharoitiga keladi. 15 millionga shu Ibrohimjon akam mushkuli bitar ekan. Pullaring bo'lsa qizg'onmanglar. Ibrohimjon aka like bosgan, ehson qilgan, repost bosgan obunachilarimni ko'p duolari bor. Mendan so'rashyapti. Shular befarzandlarga, qarzdorlarga najot istayotganlar bitta duo qilib bering aka. Barcha ehson qilayotganlarda nima niyati bo'lsa, niyatiga yetsin. Befarzandlarga farzand bersin, qarzi borlarga najot bersin. Alloh shularga ham nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlarini amalga oshirsin. Alloh